Muhammad ibn Bakri degan bir zot o'tganlar. Muhammad ibn Bakri Xudo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'p tushida ko'rar ekan. Imom Shibli rahmatullohi alayhi bir kuni kelsalar, o'rnlaridan turib ta'zim qilib hurmat qildilar. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi. Hurmat qiluvdilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytgan ekanlar-da: "Ey Muhammad ibn Bakri, seni huzuringga ertaga jannat ahlidan bo'lgan bir odam kiradi, shuni hurmat qil" debdilar. Imom Shibli kirib keldilar. Hurmat qilib ta'zim qiluvdilar, so'radilar: "Siz nima ish qilasiz ko'proq? Nima ibodat qilasiz?" dedilar. "Ibodatim yo'q. Imom Shibli avliyo, Xudoning do'sti. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi aytibdilar. Meni ibodatim ko'ppasu, shu namozdan keyin sura Tavbadagi laqad ja'akum 2 oyat bor-ku, shuni har kuni muhabbat bilan o'qib qo'yaman debdilar. Ertasiga tushlarda yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar. Muhammad ibn Bakri rahmatullohi alayhi: "Ya Rasululloh, kecha Imom Shibli bilan ko'rishdim. Bu kishi nima ish qiladi, nima ibodati o'zlariga ma'qul?" desalar, aytibdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Imom Shibli har kuni namozdan keyin laqad ja'akum Qur'ondagi sura Tavbani oxirgi oyatini o'qib qo'yadi. Juda rohatlanaman Imom Shiblining shu qilayotgan ishidan" dedilar. "Man dawama ala hataynil ayatayni kulla yawmin 41 marratan zaharat lahu asrarun min al-ajaib va ru'yat Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam" deb qo'yganlar-da mana shundan. Bir odam sura Tavbani oxirgi oyatini har kuni o'qib qo'yayotgan bo'lsa, 41 tadan o'qib qo'yayotgan bo'lsa, 41 donadan, Alloh u bandaga shunaqa sirlarni oshkor qiladiki, o'zi bilmagan sirlarni Alloh oshkor qiladi-da, u sirlardan bitasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushida albatta ko'radi degan. Muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tushimizda ko'rsak, biz o'zlari bilan ko'rishgan bo'lamiz. Shayton Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suratida tushimizga kira olmaydi. Qo'lidan kelmaydi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Shunday fayz barakotlarni, shunday zotlar bizga o'rgatdilar. Buni amal qilib hayot kechirib, shu oxirgi nafasimizda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ruhlari bizni yonimizda turishlarini Xudo nasib qilsin.